Headhunter, OLXlardan ish qidirardim-da. O'shanda har xil terminlarga duch kelardim. Ana promotor, savdo agenti, ana merchandizerlar bor, savdo menejerlari bor. Hammasi bitta soha-ku, to'g'rimi? Oyligi osmon bilan yercha farq qiladi. Chunki bitta savol xullas. Qaysi biri nima ish qiladi, necha pul oylik oladi, shuni ayta olasizmi? Siz aytayotgan odamlar hammasi savdoni sohasini odamlari. Ish qidirayotganda savdoga kiraman desa, misol uchun patologiya hozirgi siz aytayotgan pozitsiyalar 1,5 ming dollargacha oylik oladi. Ya'ni promotor konsultantlikdan boshlayman desangiz, bozorda yoki do'konlarda ishlayman desangiz, 250 dollardan 300 dollargacha oylik olishingiz mumkin. So'nggi klient bilan ishlaydi asosan. Agar kompaniyada yana karyera zonasidan ko'tarilaman desangiz, siz city manager, agent yoki merchandizer, bular bir-biriga o'xshash pozitsiyalar, deyarli ishi bir xil. Bularning ishi shu muayyan bir territoriyada savdoni, brendni rivojlantirish va reklama bilan shug'ullanadi ular. Undan keyingi pozitsiya to'xting, ularning oyligi necha pul? Ularning oyligi to'g'ri. Ularning oyligi 500 dollardan 700 dollargacha o'ynab turadi hozirgi kunda. Karyera zonasida savdo menejer pozitsiyasi keladi. Asosan ofisda o'tirib, klientlar bilan, viloyatlar yoki katta tarmoqli magazinlar bilan yoki o'sha viloyatdagi optim savdo qiladigan klientlar bilan ishlaydi va aynan ko'pchiliklari menejerlarni ishini boshqaradi. Hozir fiksiyalarni aytdik. Burada bonuslar, nimadirlar bo'ladimi? Savdoda asosiy motivatsiya bonus KPIlar hisoblanadi. Qancha siz ko'p sotsangiz, shuncha ko'p daromad olasiz. Savdoda bundan ham ko'p pul topsa bo'ladimi yo eng patologi shumi? Savdo bo'limi rahbarlari va CEOlar, ayniqsa CEOlarning oyligi 30 ming dollargacha bo'ladi. 30 ming dollar, okey. O'zbekiston sharoitida. Albatta, shunaqa rahbarlar bor. O'zingizni pozitsiyangiz, savdo bo'limi rahbarini eshitib qoldim. Savdo bo'limi rahbarlari necha pul topadi? Buni intervyu qila olaylik. Necha pul topadi aka? Okey, endi tajribasiga qarab, ishiga qarab, ishlagan joyida qanchalik uzoq muddatda ishlaganiga qarab, kompaniyaga qarab albatta. Savdo bo'limi rahbarlari o'rtacha 4,000-5,000 dollar oylik oladi. Bonuslar bilan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi bu sohada ham. Sizlar qanaqa ish qidirgansizlar va birinchi ishlab ko'rgan ishinglar qanaqa bo'lgan? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin CEO ga maza qildim. Charchamay rahmat aka. Soxta sizda.